Jigar tanamizdagi eng muhim a'zolardan biridir. U toksinlarni filtrlaydi va ovqat hazm qilishga mas'ul bo'lgan safro ishlab chiqaradi. Ammo jigarni yog' bosib, o'z vazifasini bajara olmasa, nima bo'ladi? Bugungi kunda jigarni yog' bosishi yoki alkogolsiz yog'li gepatoz tobora keng tarqalmoqda. Dunyo bo'ylab kattalarning qariyb 25% ushbu muammoga duch keladi. Yaxshi yangilik shuki, jigarni yog' bosishini kichik kundalik o'zgarishlar yordamida qayta tiklash mumkin. Bugungi videoda siz jigarni yog' bosishiga sabab bo'ladigan omillar, belgilari va eng samarali davolash usullarini bilib olasiz. Bundan tashqari, sog'lom turmush tarzini qanday yo'lga qo'yish haqida ham aniq maslahatlar berib o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringizda bu muammo kuzatilayotgan bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'rib, jigar salomatligini tiklash yo'llarini bilib oling. Jigarni yog' bosishi o'zi nima? Jigar yog' bosishi yoki yog'li gepatoz bu jigarda ortiqcha yog' to'planishi natijasida yuzaga keladigan kasallik. Bu ikki turga bo'linadi. Birinchisi alkogolli gepatoz, ya'ni spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish natijasida paydo bo'ladigan holat. Keyingisi alkogolsiz yog'li gepatoz. Bu semizlik, yuqori qand miqdori va insulinga nisbatan sezuvchanlikning pasayish kabi omillar bilan bog'liq bo'lgan holatdir. Belgilari qanday va qaysi xavf omillarini bilishimiz kerak. Jigarni yog' bosishi dastlab hech qanday belgilarsiz kechishi mumkin. Bu uni yanada xavfli qiladi. Kech bosqichlarda quyidagi belgilar paydo bo'lishi mumkin. Charchoq, holsizlik, qorinning o'ng tomonida og'irlik hissi, isitma yoki g'alati noqulaylik hissini sezishingiz mumkin. Xavf omillariga quyidagilar kiradi. Semizlik va qorin sohasidagi yog' miqdorining ortishi, ikkinchi turdagi qandli diabet yoki insulinga nisbatan sezuvchanlikni pasayishi, yuqori xolesterin va qon bosimi. Agar sizda bu omillardan biri yoki bir nechtasi mavjud bo'lsa, jigarni holatini tekshirish uchun shifokorga murojaat qiling. Qanday davolanadi? Birinchisi, turmush tarzini o'zgartirish, sog'lom ovqatlanish, qayta ishlangan oziq-ovqatlarni kamaytiring. Ko'proq sabzavot, mevalar va to'liq don mahsulotlarini iste'mol qiling. Keyingisi, jismoniy mashqlarni o'rni. Haftasiga kamida 150 daqiqa yurish yoki boshqa turdagi kardio mashqlarni bajarish. Jismoniy faollik jigardagi yog'ni kamaytirishga yordam beradi. Tibbiy davolash usullari. Og'ir holatlarda shifokor tavsiyasi bilan quyidagi dorilarni qo'llash mumkin. Insulinga sezuvchanlikni oshiruvchi dori vositalari, yallig'lanishni kamaytiruvchi va jigarni himoyalovchi vositalar. Jigardagi o'zgarishlar qaytmas darajada yomon bo'lgan holatlarda, kamdan kam holatlarda jarrohlik yoki transplantatsiya amaliyoti talab qilinishi mumkin. Jarrohlik faqat sirroz va og'ir jigar yetishmovchiligi bo'lgan bemorlargagina tavsiya qilinadi. Oldini olish, profilaktika har doim eng yaxshi davodir. Jigarni yog' bosishini oldini olish uchun quyidagilarga e'tibor qarating. Birinchisi, spirtli ichimliklardan voz keching. Ikkinchisi, passiv, ya'ni o'tiroq turmush tarzidan faol turmush tarziga o'ting. Vaznni nazorat qiling. Hatto 5-10% tana vaznni kamaytirish ham jigar faoliyatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Muntazam shifokor nazoratida bo'ling va jigar holatini ultratovush tekshiruvi va ma'lum qon tahlillari orqali kuzatib boring. Xulosa qilib aytganda, jigarni yog' bosishi dastlab belgilarsiz bo'lishi mumkin, lekin turmush tarzini o'zgartirish va o'z vaqtida tashxis qo'yish orqali ko'pincha uni to'liq tiklash mumkin. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik va muntazam tibbiy kuzatuvlar orqali jigaringizni sog'lom saqlang. Bu videoni tomosha qiling va jigar uchun zararli mahsulotlar haqida bilib oling.